Bizni oldimizda salomatligimizga benazir hissa qo'shadigan inson borlar. Tibbiyot va tabobat fanlari nomzodi Mag'firat Xo'jamqulova. Assalomu alaykum Mag'firat opa, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Va bugungi mavzuyimiz jigar mavzusi. Bilamizki, jigarni og'riq bermaydigan tana a'zosi deyishadi. Uni qatdan bilsak bo'ladi? Jigarimizda muammo borligini qanaqa qilib sezsak bo'ladi? Haqiqatan ham to'g'ri aytdingiz, og'riq bermaydi, lekin belgilab berishni boshlaydi. Inson tanasida, masalan, deylik, ko'zlar sarg'ayadi, terida sababsiz qichishlar bo'ladi yoki bo'lmasa ko'pincha mana ayollarimiz yuzida dog'dan shikoyat qilishadi. Bu ham bitta belgi hisoblanadi. Holsizlik, charchoq asosiy belgisi. Va terida mayda qizil holchalar toshishni boshlaydi. Bu ham endi xalq tilida jigarni ko'z yoshlari. Ko'z yoshlari deyiladi. Aynan jigar zararlanganligini belgisi hisoblanadi. Mag'firat opa, hozirda ko'pchilik energetika ichimliklarini juda ham ko'p iste'mol qilishyapti. Nima deysiz, qanchalik zarari ko'p va uni qaytib tuzatsa bo'ladimi? Bu ham to'g'ri, o'rinli savol berdingiz. Hozirgi kecha kunduzda aynan yoshlar o'rtasida jigar bilan bog'liq muammolarni negizini o'rganadigan bo'lsak, aynan energetiklar, gazli ichimliklar va yarim tayyor mahsulotlar hisobiga jigar juda ham zararlanganligini ko'ramiz. Jigarda hattoki qotish holati bilan, sirroz holati bilan ham murojaat qilishayotgan bemorlar ko'p. Aynan yoshlar o'rtasida bu narsa. Mag'firat opa, hozir aytdingiz, o'sha teridagi o'zgarishlar yoki bo'lmasam charchoq, bularning hammasi jigar kasalligi bilan bog'liq bo'ladimi yoki boshqacha holatlarda ham bo'ladimi? Chunki hozir xavotir olib qolishi mumkin ko'pchilik charchagan paytda. Aynan teridagi mayda qizil holchalar jigarda yog' bosish holatida ko'p kuzatiladi. To'g'ri, gemangioma deymiz endi buni tibbiyot terminologiyasida, boshqa holatlarda ham kuzatilishi mumkin. Lekin 99% holati jigar yog' bosish holatida kuzatiladi. Va ko'zlardagi sarg'ayishlar aynan jigar o't qopi, o't yo'llari bilan bog'liq muammoni hisobiga. Jigar zararlanmasdan o't qopida tosh paydo bo'lganda ham ko'zda sariqliklar paydo bo'lishi mumkin. Endi boshqa kasalliklar bilan diagnostika qilish mumkin. Faqat jigarga bog'lab qo'yish kerak emas. Boshqa masalan surunkali anemiya bo'lishi mumkin. Unda ham ko'zlar sarg'ayishi mumkin. Bir-biri bilan lekin bog'liq. Jigar yog'lanishi o'zi u qanaqa aslida bu holat kechadi va uni davosi bormi? Albatta davosi bor. O'zi jigarni atrofini yog' bosishini o'ylashadi normal holat deb. Mana uzi tekshiruvga borganda jigaringiz yog' bosibdi desa hamma o'ylashadi bu norma. Semiz odamlarda kuzatiladi deb o'ylashadi-da. Ming afsuski 45 kilo chiqadigan inson ham hatto jigarda yog' bosishi bo'lishi mumkin. Lekin 105 kilo keladigan insonda jigari juda ham chiroyli holatda bo'lishi mumkin. Bu vaznga bog'liq emas. Vaznga bog'liq bo'lishi mumkin juda ham kamdan kam holatda. Jigarni emulgatsiya funksiyasi degan faoliyati bo'ladi. Aynan ovqat orqali kirgan yog'ni jigar qaytadan ishlab berish kerak. Foydali qismini tanangizga berish kerak, zararli qismini tashqariga chiqarib yuborish kerak. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak. Tushunarli. Aynan o'sha jigar gepatosit hujayralarini yog'ni qayta ishlash faoliyati buzilganda jigarning atrofiga yog' yig'ilishi boshlaydi. Endi bu yerda jigarni aynan shu funksiyasini buzilishiga sabablar bor. Masalan deylik, juda ham ko'p og'riq qoldiruvchi dorilarni ko'p iste'mol qilish. Aynan gepatosit hujayralarini zararlaydi. Og'riq qoldiruvchi dorilar, hazm uchun ichiladigan dorilar ham hattoki va gormon dorilarni juda ham haddan ortiq ko'p iste'mol qiladigan insonlar bor. Boya yuqorida aytganimizdek, yoshlar o'rtasida aynan yog' bosish holatiga sabab gazli ichimliklar, energetiklar, alkogol mahsulotlari hattoki erkaklarda endi orasida juda ham ko'p uchraydi bu va kam harakatlilik. Yurib turish kerak o'sha. Albatta. Mag'firat opa, bu turganlar nima endi? Bilasizmi, Nimaga shifo bo'ladi? bu yerda 33 xil giyohni birlashgani bor. Endi bu yerda aynan tabobat, o'zim tibbiyot sohasi vakiliman, lekin tabobatdan ham ilmiy ishlar qilib, aynan Ibn Sino bobomiz tib qonlari kitobida qaysi dorivor giyohni jigar uchun foydali degan bo'lsa, o'shalarni birlashtirganman. Bu yerda bitta ikkita dorivor giyoh emas, 33 xil giyohni birlashgani. Masalan, bu fitochoy hisoblanadi. Fitochoy organizmni detoks qiladi, tozalaydi. Tarkibida silimarini bor bo'lgan dorivor giyohlarni birlashtirganmiz bu yerga. Bu fitochoy kun davomida iste'mol qilinganda organizmni toksinlardan tozalaydi. Masalan, jigar fermentlari juda ham yuqori bo'lganda, ALT, AST deymiz, tibbiyot tomonlama tahlillar bor. O'sha jigarni
holatiga baho beradigan tahlillar. Jigar zararlanganda o'sha fermentlar oshib ketib qoladi va terida sababsiz qichishlar, ko'zlarda sarg'ayishlar kuzatiladi. Ana o'sha fermentlarni normallashtirish uchun juda ham yaxshi yordam beradi. Qaynagan suyingiz bormi? Suyingiz bitta qarangchi. Albatta bor. Bor bo'lsa bitta damlab bering. Menda shunaqa odatda tez kuzatilyapti, charchoqlar. Charchoq. Kichkina choy qoshiq bormi? Choy qoshiqimiz bor. Uminaxon, o'shandan foydalanib turamiz. Beravering. O'zi buni 1 litr suvga 1 choy qoshig'i solinadi. 1 litr. Hozir bizda 1 litrlik idish bo'lmaganligi Kamroq sababli solamiz. kichkina idishga deylik 4 dan 1 qismini solamiz. 4 dan 1 qismini solamiz. Albatta me'yorda solish kerak. Albatta. Bu Buni ham ko'pi zarar demak, to'g'rimi? yo'q. Albatta, har bitta narsani me'yori bo'lgani yaxshi. Ko'pi zarar deganda qanaqa? Masalan, deylik 1 choy qoshiq emas, 1,5 choy qoshiq solganda, 2 choy qoshiq solganda organizmga unchalik zarar keltirmaydi. Haddan ortiq ko'p solganda Tabiiy mahsulot bo'lgani uchun birozgina xotirjam. Bu qanchadir soniya turish kerak? 20-30 daqiqa damlab qo'yasiz va kun davomida 1 litr suv o'sha iste'mol qilinadi. Buni asosiy bajaradigan ishi nima? Jigarni gepatosit hujayralarini qayta tiklashga yordam beradi. Xalqona qilib tushuntiring. U bo'ldi. nima hujayra? Jigar mana xalq tilida jigar qotishi degan termin bor, eshitgansizlar. To'g'ri, uni Jigar eshitganmiz. qotibdi, jigar sirrozi bo'libdi deyishadi va qorinda suyuqliklar yig'ilishni boshlaydi. Asid deymiz buni. Qorinda suyuqliklar yig'iladi. Bu feta choyning asosiy vazifasi nima deydi? Motigonniy xususiyati bor, siydik haydash xususiyati bor. Organizmdagi ortiqcha toksinlardan tozalaydi va suyuqlikni tashqariga chiqazib yuboradi. Buni ichganingizdan keyin hojatga chiqish soni ko'payadi. O'shaning uchun Efirni o'tkazib olaylik bo'lmasam. o'shaning uchun kerak edi deb 20 shunaqa. Hojatga chiqishlar soni ko'payadi, shuni hisobiga qorindagi suyuqliklar ketadi. Va jigarni gepatosit aynan o'sha milliardlab hujayrasi bo'ladi, nozik hujayra bo'ladi. Bizni tanamizda bir kunda 500 xil vazifani bajaradi. O'sha hujayra. Moddalar almashinuvi, gormonlarning hosil bo'lishi butun tanangizdagi metabolizmga javob beradi. O'sha hujayrani qaytadan regeneratsiyasiga, qaytadan tiklanishiga yordam beradi. Bular nima unda? Keyingisi siropi bo'ladi. Siropi bu uzumni, qora uzumni undirilgan, achitilganiga 12 xil giyoh solinadi. Shinni deylar-da. Yo'q, shinni emas, shinni boshqa narsa. Bu nimaga o'xshatsam bo'ladi? G'orob deymiz tabobatda va tibbiyotda endi sirkaga yaqinroq narsa. Ichiga 12 xil giyoh solinadi. Jigar kasalliklarida, o't qopi bilan bog'liq muammolarda hazmda muammo bo'ladi. Ovqat yesa tez to'yib qoladi yoki hazm qila olmaslik holati bo'ladi. Keyin o'ng qovurg'a ostida og'riqlar kuzatiladi. Ana o'shanday holatda va ortiqcha vazn bo'lganda buni asosiy vazifasi hazmni yaxshilash va yog'larni parchalash. Bularni ham shunaqa suvga damlab ichiladimi? Eng Buni ham keragi suvga ekan. aralashtiradi. Ikkalasini Keyin jigarni atrofidagi yog'larni ketkazadi. Bu ortiqcha vazndan xalos bo'lishga ham yordam beradi. Men o'ylayman, jigarim o'zimdan semiz bo'lsa kerak. Meniki qancha ekan? Bu nima bu? Bilasizmi, jigar toza asalni yaxshi ko'radi. Glyukozani yaxshi ko'radi o'zi aslida. Shirinlikni. Ha, shirinlikni. Qandli diabet degan kasallik bor, eshitgansiz. O'sha qandli diabetda ham qonda glyukoza miqdori oshib ketganini hisobiga jigarda atrofiga yog'lar yig'ilishni boshlaydi. Kerakdan ortig'ini ham yomon ko'radi, kamida ham organizmda glyukoza yetishmasa ham jigar hujayralari zararlanadi. O'shaning uchun bu toza asalga tarkibida silimarin degan moddasi bo'lgan dorivor giyohlar qo'shilgan. 12 xil giyoh bu yerda ham. O'sha 12 xil giyohni birlashgani bo'ladi. Buni asosiy vazifasi aynan o'sha qotgan hujayrani buni ham qaytadan tiklash. Gemoglobinni yaxshilash va jigar kasalliklarida tibbiyot terminologiyasini ko'p ishlatib yordim, trombositlar soni kamayib ketib qoladi. Taloqlarda ham o'zgarishlar bo'ladi. Taloqda. Trombosit nima? Trombosit bu qonning shakli elementi hisoblanadi. Rahmat. Xalqona gapiravering bizga. Sodda qilib tushuntiraman. Burun qonash, milk qonash, jigar kasalliklariga xos bo'ladi. Va endi tushundik. keyin go'yoki u joyga tanasini urib olgandek Ko'karishlar paydo bo'ladi. Bo'ldi. Aynan. Odatda ko'pchilik shunaqa ko'kardi, lekin hech qayerga urib olmadim, qo'limni eslay olmayman, qayerda ko'kartirdim deyshadi. Bo'ldi, tushunardik. Xo'p, Mag'firat opa, endi bizga jigarni sog'lom, yaxshi saqlash uchun 3 ta maslahat. Qisqa, lo'nda va biz tushunadigan qilib. Birinchi o'rinda
sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanishga ahamiyat berish To'g'ri kerak. ovqatlanish. Xo'p bo'ladi. Keyingisi oqsilga boy ovqatlarni ko'proq iste'mol qilish. Oqsilga kiradigan 3 ta eng muhim narsa. Eng Tovuq go'shti. Tovuq go'shti, quyon go'shti eng zo'ri. Quyon go'shti. Quyon go'shti va baliqda bo'ladi. Baliqni aytdikmi? Balig'i aytmadingiz ham. Aytmadik, juda ham Qabul. Tvorogni ham qo'shib qo'yaylik. Tovuq, baliq go'shti, quyon go'shti quyon hamda go'shti, tvorog. tvorog. Xo'p bo'ladi. Ikkinchisi bo'ldi bu. Keyingisi ko'proq harakat. Ko'proq harakat. Kam harakatlilik o'zi butun inson tanasida metabolizmni buzilishiga sabab bo'ladi. Taraflama. Har kuni 10 ming qadam yurish inson tanasida o'ylayman ortiqcha yog'larni nima deydi? Ortiqcha yog'larni parchalashga yordam beradi. Ertalabdan omon-omon dasturini tomosha qilib kelayotgan ijodkorlarimizni qo'shiqlariga o'ynash ham bu harakatga kiradimi? Albatta, bu ham mumkin. harakat. Shunaqa? Mumkin. Demak, biz har tomonlama sizlarga shunaqa yaxshi va foydali. Bemalol. Asosiysi kayfiyat. Bilasiz, Kayfiyatdan jigar bog'liq. kayfiyatga bog'liq. Ana. Mag'firat xonim, sizga katta rahmat. Qo'l ko'zingiz dard ko'rmasin. Hamisha shu xalqimizni salomatlik yo'lida o'qib izlanishdan hech qachon charchamang. Rahmat. Omad tilaymiz. Umid qilamizki, bu suhbat hammamiz uchun manfaatli bo'ldi. Inson butun umr sog'lom bo'lishni istasa, sog'lom paytidan qayg'urishni boshlashi kerak. Jigar xastaliklari bo'yicha aslida ma'lumotlar juda ham ko'p. Kerakli tavsiyalar juda ham ko'p. Agar sizga ana shunday ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol Mag'firat xonim Xo'jamqulovaga murojaat qilishingiz mumkin. Biz ijtimoiy tarmoqlar orqali ular bilan bog'lanish, aloqa o'rnatish telefon raqamlarini, ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarni ko'rsatib o'tamiz. Albatta ularga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.